Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana Ramz Avtotest kanalida avtodromda Toshkent imtihon markazidagi topshiradigan barcha imtihon turlari olib borilyapti. Hozirgi kunda mana B toifadagi avtomobillar va C toifadagi avtomobillar ham tashkil topgan va bizda hozirgi kunda mana mototsikllarimiz ham ushbu holatda avtodromda ishlash holatlari bo'lyapti. Endi kimda kim mototsikl haydashni o'rganmoqchi bo'lsa va ushbu holatlarda imtihon markazida yo'nalishlarga qiynalib, qanaqa holatlarda topshirish qiyin bo'layotgan bo'lsa, ushbu mana mototsikl yo'nalish bo'yicha hammasini bajarsak bo'ladi. Hozirgi kunda mana o'zimizning maxsus yo'riqchimiz bor, ya'ni mototsikl bo'yicha mutaxassislar. Ularni hozir bitta suhbatga olib ko'ramiz. Suhbatdan keyin ushbu topshirishlarni inobatga olib va bir-sidra ko'rib chiqamiz. Qani, tayyor bo'lsak, ketdik. Mana hozirgi kunda startga yetib keladigan vaziyat bo'ldi. Mana maxsus o'zimizning o'rgatuvchi ustalarimiz bor. Ushbu holat bo'yicha biz hozir bitta bosib ko'ramiz. Agar hozir mana kandidat yaxshi imtihonlardan o'tsalar, yaxshi topshirib ko'rsalar, keyin bir o'zlari obzor qilib, haydab ko'rsatib beradilar. Ha, nima deysiz? O'z bir ko'rsatib berasa, xudo xolasa. Xudo xolasa. Davay, bor. To'g'rilab olishim oson bo'ladi. Yaqinroq kelsang shunday. Mana to'g'riga yurib, tepadan aylanib kelishar kerak ekan. Mana tor yo'ldan o'tib, sekinlanish bo'lagi bu. Sekinlanish bo'lagidan kichik ilon izi va sakkizsimon aylanish. Sakkizsimon aylanishdan keyin mana kak sirkul chizgandek chizilar ekan. Keyin bu yordamda aylangandan keyin shu holatdan 8 simondan chiqib, keyin mana start tomon finish ekan. Finishga kelib shu bilan mashq tugatargan. Xo'sh, yomon emas. Kelib shug'ullansa, ko'rinishda sal osonroq ko'rindi, lekin mashqda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ushbu mashqlarni tayyorlanishga yozilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.